Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan biz mana bu trading platforma haqida ro'yxatdan o'tish va verifikatsiyadan o'tish haqida ma'lumot ko'rib boramiz. Do'stlar, mana shu trading platformada ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, bizga $500 bonus olsak bo'ladi. Buni sizlarga hozir qanday olishni ham ko'rsatib o'taman. 3 ta nuqtani bosamiz. Bosgandan so'ng mana sign up degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olsak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish tartibi turlicha. Misol uchun sizlar Telegram orqali yoki email pochta, Google orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Mana email pochtani ustiga bir marta bosaman. Bosgandan keyin mana bu birinchi qatorga sizlar o'zlaringiz email pochtangizni, ikkinchi qatorga parol yozasiz va sign up degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz bo'ladi. Parolni o'zlaringiz ismingizni yozib qo'ying, esdan chiqmaydigan bo'ladi. Do'stlar, mana profilimizga ham kirib oldik. Endi bu joyda aytib o'tyaptiki, bizda misol uchun verifikatsiyadan o'tadigan bo'lsak, qo'shimcha tarzda $15 bonus olsak bo'ladi. $500 ham qanday olishni ko'rsaman. Qarang, birinchi navbatda mana verifikatsiya degan tugmani bosamiz. Mana start degan tugmani bosasizlar. Avvalambor sizlar 18 yoshdan oshishlaringiz kerak bo'ladi hamda mana o'zingizda pasportingiz orqali, ID kartadagi pasport orqali ro'yxatdan ham o'tsa bo'ladi ekan. Buni misol uchun men keyinroq qilib ko'rsaman. Bu joyda misol uchun bizda asosiy hisobimiz ko'rinadi. Mana akkauntga bosamiz. Akkauntimiz haqida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bu joyda misol uchun sizlar mana verifikatsiyadan o'tib qo'yish kerak bo'ladi. Mana verifikatsiyadan o'tish degan tugmani bosasizlar. Bosgandan so'ng bu joyda misol uchun o'tishlaringiz kerak bo'ladi. Mana qarang, ro'yxatdan o'tish uchun misol uchun ma'lumotlar berilgan. Agar biz ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, kunlik misol uchun mana shuncha pul miqdorda aylantirsa bo'ladi ekan. Mana verifikatsiya degan tugmani bosasizlar va start degan tugmani bosib, avvalambor verifikatsiyadan o'tib qo'yishimiz kerak ekan. Hozir sizlar bilan verifikatsiyadan o'tishning ham bir usulini ko'rib o'tamiz. Continue degan tugmani bosib olamiz. Hamda bu joyga mana kapchani qo'yamiz, hamda o'zimizning email pochtamizni yozib tasdiqlab olamiz. Bu ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi email pochtani ham yozsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyingi navbatda biz mana bu kapchani teramiz va create my account degan tugmani bosib olamiz. Va continue verifikatsiya degan tugmani bosib olamiz. Qarang, bu joyda bizda misol uchun so'rayapti. Sizlar misol uchun qaysidan mamlakatdansiz deyapti. Agar siz mana bu birinchisini belgilaysiz, ya'ni Amerika davlatidan emasman deb belgilaymiz, ya'ni boshqa davlatlarda belgilanadi. Va mana bu joyda qarang, o'zingizda pasportingiz yoki ID kartangizni misol uchun tanlab qoldirib, continue degan tugmani bosib olamiz. Do'stlar, keyingi navbatda bu joyda o'zimizning pasportimizni misol uchun rasmga olingan holatini yuboramiz va mana yuklash degan tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, ro'yxatdan hamda verifikatsiyadan o'tib oldik. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda ro'yxatdan verifikatsiyadan o'tib olasizlar. Endi biz mana akkaunt bo'limiga o'tib, asosiy Do'stlar, endi sizlar bilan hozir karta ochishni ham ko'rib o'tamiz. Qarang, karta ochish mana karta bo'limida bor va mana bu joydan Apple personal kart ustiga bir marta bosasiz. Hamda do'stlar, biz mana bu tugmani bir marta bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan so'ng do'stlar, bizga bu yerda ma'lumotlar to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu joyga misol uchun davlatni kiritasiz. Misol uchun O'zbekiston dedigan bo'lsangiz, O'zbekiston kelib chiqadi hamda misol uchun shaharni yozasiz. Misol uchun qaysi shahardan bo'lsangiz, shu shaharni yozasiz. Ko'cha nomi misol uchun. Do'stlar, ma'lumotlarni xuddi shunaqa tartibda to'ldirasiz. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin bo'ladi, bizda karta ham ochildi. Xuddi shunaqa tartibda sizlar ham karta ochib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, bizda mana karta ochildi. Bu endi viza bo'yicha ochilgan. Misol uchun mana shu orqali biz bemalol pul yuborib, pul qabul qilsak ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, karta haqida ma'lumotlar berilgan, ko'rsatilgan. Hammasini misol uchun tanishib chiqasiz. Mana bularni bemalol ko'rib olib, tanishib olsangiz bo'ladi. Bu orqali to'lov ham qilsa bo'ladi. Bo'limga o'tib olamiz va hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana qarang. Videoda aytib o'tgandim, misol uchun $500 bonus olsalar bo'ladi deb. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir hisobimda mana $525 pul bor. Ya'ni bu $500 bonus berilgan, $25 esa depozit qilingani ko'rsatib turilibdi. Qarang, mana biz verifikatsiyadan ham o'tib oldik. Mana verifikatsiyadan o'tilgandek ko'rinib turibdi. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda verifikatsiyadan o'tib olasizlar. Keyin bu joyda mana kriptovalyuta sotib olsa ham bo'ladi. Buni ilovasi ham bor. Ilovasini ham yuklab olsangiz bo'ladi.
mana buy kripto degan tugmani bir marta bosib, misol uchun kriptovalyuta ham misol uchun bemalol sotib olsak bo'ladi. Mana sotib olish, sotish bo'limi ham bor. Xuddi shunaqa tartibda bemalol sotsangiz bo'ladi. Mana turli xil sotish bo'limlari ham bor ekan. Mana sotish bo'limlarini ham ko'rib olasizlar. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun bemalol pul kiritib, pul yechib olsa bo'ladi ekan. Endi sizlar bilan mana shu hozir qaytib olamiz asosiy bo'limga. Pul yechishda ham ko'rsataman. Venzra knopkasi bor. Venzra knopkasini bosilgan holatda pul yechib olsa bo'ladi ekan. Endi hozir mana bu, ya'ni mana shu ilovaga Google Avcounter ilovasini qo'shish kerak ekan pul yechish uchun. Bir marta bosib, hozir mana Google Avcounter ilovasini qo'shamiz. Do'stlar, Google Avcounter ilovasini qo'shib olasizlar pul yechish uchun. Endi do'stlar, birinchi navbatda biz hozir mana pul yechishni ko'rib o'tamiz. Qarang, mana USDT orqali pul yechishni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana minimalni $2 boshlanadi ekan. Pul yechib olish uchun qarang, mana bu yerga o'zimizni misol uchun adresimizni qo'yamiz va pullarni bemalol chiqarsak bo'ladi. Xohlasak mana BNB ga chiqarsak ham bo'ladi. BNB da mana minimal pul yechish $0.6 ekan. Adresni kiritib yechib olamiz. Do'stlar, hozir mana USDT BEP20 adresimni kiritdim va submit degan tugmani bosib, hozir sizlar bilan pul yechib olamiz. Bu yerda mana komissiya bor ekan, $0.2 24.8 tushadi ekan. Hozir email pochtamizga kod bordi. Email pochtani tasdiqlab olamiz. Keyin Google Avcounter'dagi ham kodni qo'yib, confirm degan tugmani bosib, pulni yechib olsak bo'ladi. Hozir pulni yechamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pulni ham yechib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqida bizga mana ma'lumot keldi va ok degan tugmani bosamiz. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun pulni chiqarib ham olsa bo'ladi ekan. Bemalol pulni chiqarib, kiritib yechib olasizlar. Pul kiritaman desangiz, deposit degan tugma bor. Mana deposit degan tugmani bosib, mana bosib, misol uchun pul ham kiritib olsa bo'ladi. Mana depozitni bosasizlar va bemalol pul kiritib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda adreslaringiz bor ekan, kiritib olasizlar. Yoki misol uchun mana USDT Tron TRC yoki bu yerda mana USDT BEP20 farqi, misol uchun qaysi birini tanlaydigan bo'lsangiz, sizga o'zingizning adresingizni chiqarib beradi.